Odamlarga murojaat qilaman, iltimos, qopqonga pishloq qo'yishni bas qilinglar. Biz uni yomon ko'ramiz. To'ppa to'g'ri. U sassiq-ku. Menga shokolad yoki yong'oq beringlar, ahmoqlar. Yoki yong'oqli shokolad. Bizda deyarli suyay yo'q. Biz suyuqlikmiz. Kallamiz sig'sa tamom, kirdik. Shuning uchun kecha men ruchka sig'adigan teshikdan o'tib ketgan ekanman-da. Men esa ninziyaman deb o'ylabman. Agar uyingizda g'arch-g'urch ovoz eshitsangiz, qo'rqmang. Biz shunchaki o'lmaslik uchun harakat qilyapmiz. Tishlarimiz har kuni o'sadi. Agar kemirmasak, ovqat iste'mol qila olmaydigan darajaga borib yetadi. Axir bu dahshat-ku. Yana bir fakt, bizda qalb ham bor. Yigitlarimiz qizlarga serenada aytadi. Siz buni eshitmaysiz, chunki qulog'ingiz kar. Qarasang qarab qo'y joningdan. Ko'rdingmi? Yana bir fakt, agar bizni qitiqlasangiz, biz kulamiz. Lekin sinab ko'rmang, yuragimiz minutiga 600 marta urib ketadi. Bo'ldi, gap tamom. Uy egasi uyg'ondi. Men ketdim, xolodilnik ochiq qolibdi.